operatsiyonga kirdim. Operatsiya davom etyapti. Hammasi yaxshi deyishdi. Yoniga borish menga mumkin emas. O'shaning uchun uzoqroq joyda turibman. Faqat bu operatsiyadan keyin doktorlarning aytishini qilishingiz shart. 3-4 oy ustiga bosishingiz mumkin emas. Shularni bilishingiz kerak, xo'p? Chunki u temirlar agar yaxshi joylashmasa, joyidan o'ynashi mumkin. Ism, familiya, qo'l. Ism berdim. Aha. Bog'lab qo'yaman. Bugun ertalab nimaga siz zavtrak qildingiz? Kecha sizga yemaydiganmi? Bilmasdan yeb qo'ydingizmi? Shunaqa ham bo'ladimi? Butun O'zbekiston tayyorlanmoqda. Jonim, butun O'zbekiston. Xotiram joyda emas. Onangizlarchi, bularchi bular. Endi bo'ldi. Men qo'ydim. Qo'ying. Burada lashti. Chunki sizga bir kishilik zavtrak bergan, buni yemasligini bilib. Men o'yladim. Men yo'qligim bir pasti bilindi. To'g'risi men o'yladim. Bir kishilik bo'lsa bu uchun berilgan deb o'yladim. Burada da Menga ham Kecha gapir. Hamma rosa duo qilib shunaqa chiroyli gaplar yozishgan. Endi o'tadi. Umralardan duo qilib yotibdi seni, babijon. Butun dunyodan. Butun dunyodan. Yig'lama qizim. San hozir operatsiyonga olishadi, где-то 1 soatcha tayyorlashadi. Keyin doktorlar kelishadi, xo'p? Nimaga yotibman deb hayron bo'lmagin. Keldi. Og'riqlari bor, kuchli. Gulban ertalabdan beri yonimizda. Hamma yig'layapti. Operatsiya tugadi. Oy. Ko'r. Nормально chiqdi, ura. Bo'ldi. Bo'ldi. Ala, все хорошо. Все нормально. Ko'p kelayotgan savol, oyog'i to'g'irlandimi, kaltaligi ketdimi deb so'rayapsizlar. Hammasini chiroyli qilib to'g'irlab qo'yishdi. Faqatgina u joyga golovkasiga temir tiqilib turgan bo'lgan va o'sha joyi zarar ko'rgan, o'sha yerda endi harakat chegaralangan. Buni ishlab ketishiga vaqt kerak. Biz ham mashqlar etamiz, fizioterapiyalar olish kerak dedi. Oldida katta yo'l bor. Darrov turib yurib ketadigan holatda emas, juda ham katta operatsiya o'tkazdi. Holati juda ham jiddiy. O'shaning uchun endi bu yog'iga sabr kerak, qolgan narsasi o'zligisiga. Operatsiya 6 soatdan beri davom etyapti. Nimaga bunaqa uzoq deb so'rasanglar, ortopedlar chiqishdi, urolog chiqdilar, men ulardan darrov so'rab oldim. Ortopedimiz aytdilarki, orqada o'sha avariya paytida singan suyakka umuman tegilmagan va u qiyshiq holatda bitgan. Shu sababli tos suyagi ham qiyshayib yotuvdi. Uni boshqatdan sindirishgan va u joyini boshqatdan birlashtirishgan. U joyini ko'ngilimizdagidek to'g'ri qilib birlashtira oldik dedilar. Keyin yana nima bo'lgan? Oldi tarafidagi suyaklar maydalanib ketgan edi, u yerda temirlar bor, temirlarni olishgan. Peshob xaltasi o'sha suyaklarga, temirlarga yopishib qolgan bo'lgan. Urologimiz uni ajratib berganlar. Endi operatsiyani oxirida urologimiz kirib, peshob xaltasini yana tepaga ko'tarib ham berar ekanlar. Hamma ish joyida, klinikada hech kim ketgani yo'q. Doktorlarimiz birinchi operatsiyani o'zimiz qilganimizda edi, o'sha 2-3 soatda tugatib bo'lgan bo'lardik. Suyaklarni tez joyiga taxlab bergan bo'lardik deyishmoqda. Sababi erta hamma narsa bir-biriga yopishib ketgan. Tos suyagi bizning tanamizdagi eng katta, eng og'ir suyaklardan hisoblanadi. Erta nerv tolalari, qon tomirlari juda ham ko'p. Ular ham bir-biriga yopishib ketgan, o'sha yerdagi temirlarga ham yopishib ketgan. Shu operatsiya boshlangandan beri mikroxirurg boshida turibdilar. Aynan o'sha nerv tolalarini, qon tomirlarini himoyalash uchun. Operatsiya juda ham uzoq vaqt davom etganligi sababli Sabrinani bugun balki reanimatsiyada olib qolishligisi mumkin. Keyin yana bitta sababi, operatsiya paytida 2-3 marta oldiga orqaga aylantirishgan. Chunki ham belini operatsiya qilish kerak, ham oldi tarafini operatsiya qilish kerak, ham peshobini.